Hammaga xayrli kun. Hozir haftalik analizni boshlaymiz. Bugun 3-avgust. Xo'p. Fund dollardan boshlayman. Ya'ni daily time'ga qo'ydim. Daily time'da avvalgi videolarda ko'rgan bo'lsanglar, mana bu FVG olingan va mana shu FVGdan bayga reaksiya olgan. Endi hozir bizga yo'ldan kichik FVG tashab ketdi daily time'da. Ya'ni globalniy razvorat qildi mana bu FVGdan. Yana yo'lda kichik bir FVG qoldirib ketyapti. Ya'ni maksimumda tana bilan tepada yopilgan va FVG qoldirgan. Endi 1 soatlik time'dan analizni davom ettiramiz. 1 soatlikda mana shu joyda hop order blok shakllangan. Ya'ni bayga zona shakllangan. Buni olamiz. Bay uchun zona shakllandi. Hop, yuqorida bunga kelishidan oldin yuqoriroqda yana bay uchun zonalar shakllangan. Hozirda PDX, ya'ni avvalgi kunda maksimumi yechilgan, narx pastroqga tushishga harakat qilyapti. Xo'p, mana bu joyda FVG bor. Bizda maksimumdan yorib o'tgan joy bor, bay uchun zona. Mana shu birinchi kirish tochkamiz bu bo'ladi. Mana bu joyda bizda yana bitta bay uchun zona bor. Hamma sabab mana shu joyda bay uchun yasalib boryapti. Yaxshi ishlatadigan zonalardan biri mana bu 50% ga kelganida bayga entry qilib ko'rsak bo'ladi, keyin pastdagi zonalardan yana bayga qiziqib ko'rsa bo'ladi. Stop loss shuni o'ziga qo'yamiz, chunki pastdagi zonalarga kelganida ular uchun отдельный risk qilib ko'rsa bo'ladi. Mana shu holatda pastga kelganida bu zonalar ham juda ham yaxshi ishlab berish kuchiga ega. Bu ikkinchi kirish tochkamiz. Mana bu zona ham bir martalik atkat qilib berish kuchiga ega. Xo'p, bu funt dollardagi g'oya. Endi AUD dollarga o'tamiz. AUD dollardagini qisqa ko'rib chiqamiz. Xo'p, AUD dollardagini bozorga e'tibor qilsanglar, rangedan keyin yuqoriga qarab impuls olyapti. Xo'p, bay uchun zona, ya'ni berishi uchun sell zonaga qarab reaksiya olyapti. Bayga zona hozircha dailyda tashamagan. Ya'ni bir ikkita zonalar bo'lgan, ularni ishlatib bo'lgan. Endi sell zonaga qarab harakatlanyapti. Impuls bilan narx yuqoriga qarab ko'tarilgan va o'zidan oldingi maksimumni tana bilan yorib yopilgan. Bu payshanba kuniki. Xo'p, FVGni belgiladik. Endi 1 soatlik time'ga qaytaman. 1 soatlik time'da har qanday zonadan bayga qo'shilsa bo'ladi. Birinchisi mana bu zona bo'ladi. Qo'shilishimizga bay uchun zona. Kelganida biza bayga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Kelganida bir martalik, ya'ni FVG zonagacha bayga entry qilib ko'rsak bo'ladi. FVG ga kelganida trend yorilishi yoki qanaqadir tasdiqlar bilan sellga entry qilib ko'ramiz. Yo'l-yo'lakay zona berib ketaveradi. O'zidan oldingi maksimumni yechgan joy bor va bayga zona qoldirgan joy bor ekan. Buni bozor bir marta tushib ishlatib bo'lgan, endi bizaga yana yangi ishlatmagan zona tashab ketdi. Ana shu uchun mana shu zonamizdan bayga entry qilamiz. FVGni 50% gacha. Stop loss'i PDLdan, ya'ni kechagi kunning minimumidan biroz pastga bo'ladi. Bu AUD dollardiki. Endi NZD dollarni ko'ramiz. NZD dollar, buni ham dailydan qilib ko'ramiz. Dailydan qancha katta time'dan yo'nalish olsanglar, analizlaring yurib berishi, kattaroq punkt yurib berishi o'sha tomonga qarab bo'ladi. Yo'nalish olgan taraflaringga qarab. Endi mana bu joyda sellga zona bergan. Daily time'da sellga zona berib qo'ygan. Buni 50% ga kirib ishlatishga harakat qilyapti. Mana bu joyda bay uchun zona qoldirgan. O'zidan oldingi maksimumni tana bilan yechgan. Ko'rsanglar bo'ladi, tana bilan yechgan. Endi hozir mana 50% dan reaksiya olib turibdi. Hozirda bay uchun bergan FVG zonamizga sell ishlashimiz uchun sell zonalarini izlaymiz. Mana bu joyda sellga zona qoldirdi. Sellga zona qoldirdi va mana bu joyda hozirda ham sellga zona shakllanib qo'ygan. Mana shu holatda. Shunga kelganida ham birinchi martasiga sellga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Stop loss bu yoqda, take profitlar pastdagi FVG ga bo'ladi. Oxirgi take profit 50% ga. Undan oldingi take profitlarimizda zonalar bor. Mana bu birinchi take profitimiz. Men bilan uni chala o'tmasligi uchun o'chirib qo'yaman.
Bu bizani ikkinchi tek profitimiz. Mana bu joy birinchi tek profit. Buni ham narxini qo'ldiraman. Mana bu narxlar bilan ishlasanglar bo'ladi. Mana shu birinchi sell kirish tochkamiz bu, yuqorida ikkinchi sell kirish tochkamiz bo'lib qolgan. Mana bu ikkinchi sell zonamiz. Endi USD Chief parasini ko'ramiz. USD Chief hozirgi qilgan analizlarimizga nisbatan teskari yuradi. Hop. Pastda zonalar bor bay uchun. Bularni belgilayman. Chunki kichik taymdan olingan zonalar globalni qaytarish kuchiga ega. Ya'ni katta taymdan belgilab, kichik taymdan analiz entry qilamiz. Mana katta taymda olingan zonamizdan bozor globalni nazorat qilib ketgan. Endi pastda ham xuddi shunaqa globalni nazorat qila oladigan zona yasalgan pastda. Hop. Hozirgi holati bozorda mana bu bizaga sell uchun turibdi. Sell uchun zona bo'lib turibdi. Chunki avval ham sell zonadan reaksiya olgan. Mana bu joyda ichki kichik trend shakllantirgan. Bu trendni yorgan, baribir yana ichkariga qarab yopilyapti. Hozirda mana bu joyda buy uchun FVga qoldirib qo'ygan. FVdan biroz buyga mana bu engulfing zonasigacha, bundan keyin sell bo'ladi pastgacha. Xullas, mana bu zona qisqa buy, trendni ham yorgan, lekin ikkala zonaga ham hozircha xavfli. Xullas, mana bu zonaga kelganida bundan sell ishlasa bo'ladi. Mana bu zona bizga hozirda buy uchun yasalib turibdi. Endi USD CADni ko'ramiz. USD CAD ham mana shu paraga o'xshash bo'ladi. USD CADni ko'radigan bo'lsak, shu paraga o'xshaydi. Sellga zona qoldirgan va sell zonani to'liqligicha ishlatgan. Endi yana bitta kichik sell zona tashadi. Bu ham katta taymda. Mana sellga zona. Hop, o'zidan oldingi minimumni yechgan, lekin tana bilan emas, swap qilgan. Buy zonalarimiz pastda bor, lekin ishlatib bo'lgan. Hozirgi holatda faqat sellga entry uchun sabab izlasak bo'ladi. Sellga mana shu FVga bor, bu daily time'da. Yo'nalishimiz hozirchalik buyda bo'ladi. Buniki. Hop, kirish tochkamiz bunda mana bu joyda FVga qoldirgan. Va kechagi kunni o'rta narxidan yuqorida turibdi. Hozirda mana shu kelganida buyga qiziqib ko'rsak bo'ladi USD CAD parasida. Ya'ni yuqoridagi sell zonagacha. Kirish tochka bu. Stop lossimizni pastda ham FVga borligi uchun pastda ham buy zona bor. O'shuning uchun mana bu atroflarga qo'yaman va take profitimiz. Bu yerda pastda zona bor degani mana bu zona edi. Bu ham buy uchun ikkalasini pastiga stop loss qo'ydim. Mana shu holatda haftalik analizdan savdolarni boshlasanglar bo'ladi. Hammaga omad.